56. Shoirlar bilan munosabat qilish haqida. Uningdan keyin shoirlar so'z tizg'uchilarmi bor. Ular kishilarni maqtug'uchi va so'kkichilardir. Bularning tili qilishdanmi o'tkirrak, tafakkur qilish yo'li qildinmi nozukroqdir. Cho'nqur va nozuk ma'nilik so'zlarni tushunay desang, so'zni ulardan angla, ondan tushunasan. Qarasang ular ko'ngil dengiziga cho'nqur cho'kib, go'har unchi yoqut terib chiqqıchilarga o'xshaydi. Ular maqtisa, maqtishi darhol alga yeyiladi. Agar so'ksa, kishining nomi yomon bo'lib qoladi. Ey qarindosh, bularga ehtiyot bilan yaxshi muomala qil. Bularning tiliga elinma do'stim. Agar sen yaxshi madhiyni xohlasang, bularni xushal qil, so'z tamam. Nima so'rasa ularga hammini ber. Bularning tilidan o'zingni qutuldirib ol.